qaramading. Ovozingni ot tepsin. Ustogalar o'rmanglar. Ishlayapsizlarmi? Klient keldi. O'zing ishlayotganda ko'rsat, davay. Nima qiladi? O'tirib tur. Davay. Tez bu. Akalar, o'rmanglar, zo'rmisizlar? Yaxshi, rahmat. Ishlayapsizlarmi? Ha, ishlayapmiz. Bu nima qilyapti? Ishlayapti, ko'rmayapsizmi? Ishlayapti. Bizlar ishimiz ko'p. Vaqt umuman qo'l-qo'yla tegmay turibdi. Klient ko'p, klient. Ammo shuni yo'q sizda. Bizlar virtual ishlaymiz. Ha, men qarang, kalotga ham g'ichirlab turibdi, shuni bir ko'rib berasizmi? Vaqtimiz yo'q-ku-da, ha mayli, ko'rib beramiz. Shogird, o't motor och. Tez bu. Menga qarang qani. Ammo shuni kalotkasi ketdi deyman. Kalotga balonda bo'ladi. Motor nima o'chyapti? Hay, balon motori urg'izab? Ha? Ha, buyurdim. Motor ochish kerak. Meni tushunmaysiz. Menga qarang, hozir men oyog'im sinsa, balnisaga borsa, men yuragim operatsiya qilmaydilar-ku. Ha, siz mashina emaskisiz? Qistamang, shoshilmang. Biza ish uslubimiz shunaqa, tushunyapsizmi? Biza motordan kirib borib, kalotga ruhiy zarba beramiz. Ana shunday ishlaymiz biz. Tushundingiz? Ha, aka, nima qilib turibsizlar? Siz kirib kelver ekansiz-ay. Nima ishimiz aralashyapsiz? Motor qanday olish o'ylayapmiz hozir. Qistamang qani? Menga qarang. Motor nima aloqasi bor kalotkaga? Ey, mashina yaxshi tushunasizmi? Ha? Pachonik qayerda? Balonda bo'ladi. O'tyapsiz-da, qaymi? Pachonik gulishtirda bo'ladi. O'zingiz bu pachoniga bilmayganingiz nima mashina aralashyapsiz? Boring ana yerda o'tiring. Biz o'zimiz nima qilamiz? Bekor kelganman nimada. Aytdimiz, mashina ham yo'q ekan bular. Ustoz. Ha? Mashinada barsalonlar bor ekan. U qanaqa borim? Zo'r balon eshitmaganmisiz? Yo'q. Birinchi rezina texnika zavodlarida ishlab chiqariladi. 200% sifat nazoratida. Bloger Murod Buxarskiy reklama qilayotgan balonlar bor-ku. O'sha. Rostdan shu. Ha. Bir balon qilishni shimol qilaylik. Qanday shimol qilasan? Oskilatda 4 ta yirtiq balon bor. O'shani joyiga qo'yamiz, uni olib qo'yamiz. Biz o'ylab ko'rdik. Jamoa bilan kelishgan holda kalotga motor orqali emas, balon orqali kirib boramiz. Vo, xayriyat, nihoyat tushunibsiz-da meni. Havo. Hozir balon olib, keyin kalotga qo'yib beramiz. Ha, bo'linglar. Qani bu? Bo'ldimi aka, zo'r bo'ldimi? Zo'r bo'ldi. Chutki kalotga qo'yib berdik sizga. Balon olib. Ha, bo'ldi. Zo'r chutkisidan qo'yib berdik. Aka, xizmat haqidan gapiring, qancha bo'ldi? Ha, xizmat haqi endi 1 million so'm bo'ldi. Menga qarang, bitta kalotga qo'yish 1 million emas-ku, u boshqa joylarda 50 ming so'm qo'yib berib turibdilar. Biz endi 6 soat harakat qildik. Menga qarang, ana 50 ming oling, rozi bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Qo'ying ketaversin gap. Nima ketadi? To'xta, nima ketadi? Daromad shu yonig'idi-ku. Akkumulyatorni yechib qo'ydim. Endi uni sotamiz. U ketdi, o'z qayerdadir bo'lib ichib qoladi, qaytib ham kelolmaydi. Serios, akkumulyatorni. Oha. Ichkaridan. Ichkarida. Xuddi o'zim sani.